Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. O'zim Prep kanaliga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda siz bilan listening haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda ismim Adilxan Kempilov. Hozir Gonkongdagi Lingnan universitetida to'liq grantda o'qiyman hamda IELTSdan 8.5 va SATdan 1520 ball sohibiman va O'zim Prep loyihaning asoschilaridan biriman. O'zim Prepda biz talabalarni IELTS 7 va undan yuqori ballga tayyorlaymiz. Bugungi videoda siz bilan IELTS listening qismidan maksimal natija olish haqida gaplashamiz va nimalar qilish, nimalarga asoslanib o'rganish kerakligini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik o'ylashadi, listening scoringiz bu faqat ingliz tili darajangizga qarab oshib boraveradi, lekin men bu narsa bilan qo'shilmayman. Chunki IELTS listening bu strategiya ham juda ham katta rol o'ynaydi. To'g'ri, ingliz tili darajangiz yomon bo'lsa, ballingiz oshmaydi, lekin ingliz tili darajangiz zo'r bo'lsa ham, strategiyasiz tayyorlansangiz, menimcha levelingiz bitta joyda qotib qolishi ham mumkin. Bu videodan keyin siz listeningga nimalar bilan shug'ullanish, nimalarni qilish, nimalarni eshitish haqida bilib olasiz va kun tartibingizda qanday qilib plan qilishni o'rganamiz. Chunki bu videoda siz bilan listeningdan 9 olish uchun 6 ta odat bilan bo'lishaman. Birinchisi, asosiy g'oyalarimizdan biri bu har doim o'zingizni ingliz tili muhitiga qo'yish. Juda ham ko'p vaqtimizni yo'lda o'tkazamiz, kimdir qayergadir peshqon borayotganda yoki daily routine tasdiqladi. Men har doim esimda bor, IELTS 5.5, 6, 6.5 da qotib qolgan paytlarim har doim qulog'imda naushnik bo'lardi. Oddiy $20 naushnik, you don't need AirPods Pro for that. Prosta $10 naushnik olib, podkast qo'yasiz. Podkast har xil temalar bo'lishi mumkin. Biznes bo'ladimi, education bo'ladimi, o'z qiziqqan sohangizda prosta ear train qilib qo'yaverasiz. Fonda eshitsangiz ham o'tgan videoda men fonda eshitish befoyda derdim, lekin hozirgi paytda at least fonda eshitib yursangiz, menimcha bu qulog'ingizni train qiladi, ingliz tili muhitiga o'zingizni qanaqadir adapt qilasiz. Shuningdek, bitta ikkita eshitganingizda foydasiz bo'lib qolishi mumkin, lekin 4-6 hafta davomida consistent eshitsangiz, bu narsa compound effect berib, natija o'zi keladi. Podkastlardan tashqari siz kino ko'rsangiz bo'ladi, subtitle bilan, subtitlesiz, har xil darajadagi kinolarni. Bu yerda AI ishlatsangiz bo'ladi. Napример, mani levelim B2 yoki 6 darajada qotib qoldim, qaysi kinolarni rekomendatsiya qilasan? Har xil motivatsion kinolar, hayotiy kinolarni ko'rsanglar bo'ladi. Va o'sha jarayonda nafaqat listening skilllaringizni, balki o'zingizni ham rivojlantirasiz. Keyingisi bu leksiya va intervyularni ko'rish. Leksiyalarga to'xtaladigan bo'lsa, bitta zo'r g'oya bor. Toshda Harvard, Princeton, MIT, Yale degan nufuzli universitetlarning hamma leksiyalari, hammasi bo'lmasa ham, zo'r leksiyalari o'sha available, open source available bo'lgan va siz o'zingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz va shu jarayonda ingliz tilingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bu leksiyalarni albatta ko'rishni tavsiya etaman. Masalan, siz computer science o'rganmoqchisiz yoki programmingda endi startaplarga kirib kelayotgan bo'lsangiz, Harvardning CS50 degan mashhur kursi bor. U jarayonni o'qib, siz ikkita skill rivojlantirayotgan bo'ladi. Shunda ingliz tilingizda, listening skilllaringizni balki yana va albatta o'z sohangizda o'sha professionaldan darslar olasiz. Intervyularga keladigan bo'lsa, men o'sha IELTS tayyorlanayotgan paytim Robert Greenning podkastlarini, intervyularini prosta binge watching qilib prosta ko'rardim. Juda ham qanaqadir impact qoldirgan menga. Shuningdek, o'sha intervyularni ko'ring. Napример, men hozirgi paytda Danko, Alex Harmozilarni prosta obsess bo'lib ko'raveraman har bitta o'sha epizodlarni. Siz ham o'zingizga qanaqadir ingliz tilida bloger topib, speakingi yaxshi bo'lsa va yaxshi vocabulary ishlatsa, uni albatta ko'ring. Har doim o'sha note taking qiling gaplarini va albatta har doim o'zingizni o'sha ingliz tili muhitiga har doim expose qilishga harakat qiling. Atigi 20-30 daqiqa o'zingizni e'tiboringizni bitta joyga jalb qilib, prosta fonda ham eshitsangiz, menimcha bu narsa juda ham rivojlanishga olib keladi. Ikkinchi odat keladigan bo'lsa, bu faol tinglash, active listening. Shunda phonowy listeningni eshitdik, quloqni train qilamiz, lekin faol eshitmasak, menimcha rivojlanishimiz unchalik tez bo'lmaydi. Shuning uchun active listeningni o'zingizning rutinangizga qo'yishga harakat qiling. Listeningdan 8.5, 9 oladigan studentlar audioni prosta fonda eshitmaydi, balki audio bilan faol ishlashadi, ya'ni u bilan muloqot qiladi. Balki men qanaqa qilgan bo'lardim, napример, любой bitta podkast o'tganingizda, qanaqadir yaxshi insight ko'rdingizmi? To'xtatib, uni yozib olib, qanaqadir yangi vocabulary ko'rdingizmi? To'xtab, o'zingizni o'sha vocabulary bankingizga yozib yoki daftaringizga yozsangiz bo'ladi. Undan tashqari, har xil голосовой praksislar qilsa bo'ladi. Ma'lum bir podkastni eshitib, qanaqadir insightlar o'zingizga develop qildingiz va ularni qanaqadir o'zingizga speaking notes qilib olsangiz bo'ladi. Shu jarayonda siz ideyalaringizni rivojlantirasiz va hamda listening qobiliyatingizni oshirasiz. Shunda band 6 va band 9 studentlarning farqi, band 6 dagi studentlar prosta eshitadi va band 9, band 8, 8.5 dagi studentlar ular audio bilan faol eshitadi. Shunda audioni har bitta so'zga e'tibor berib, tones, intonatsiyasiga, qanaqa emotsiya bilan aytayotgani speakerni eshitib, har xil emotsiya va skilllarni rivojlantiradi. Uchinchi odat bu dictation deb nomlanadi. To есть diktant orqali mashq.
Shuningdek, qanaqadir podkast eshitayotganingiz yoki qanaqadir short epizod eshitsangiz, uni qanaqa speedga 1x speedga qo'yasizmi, 0.5 speedga qo'yasizmi, 0.25 speedga qo'yasizmi, o'sha jarayonni nima deyotgan bo'lsa speakerlar, ikkita speaker bo'lishi mumkin, uchta speaker bo'lishi mumkin, prosta yozib ketish. Shu jarayonda siz spelling mistake'larni oldini olishni o'rganasiz. Chunki siz yozasiz, baribir spellingda xato bo'ladi va transkriptdan chek qilayotgan paytingiz, "O, mana bu so'z boshqacha yoziladi, bu so'z boshqacha yoziladi" deb o'rganib ketaverasiz. Albatta bu yerda sound recognition, qaysi speaker nimani aytayotgani yoki qanday emotsiya bilan gapirayotganini eshitasiz va uchinchisi bu speed of processing. IELTS listeningni bilasizlar, diqqatni jamlash juda ham qiyin va juda ham ko'p speakerlar va bitta savolni mis qildikmi, ikkinchi savolga o'tib ketish bizga sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa dictation activity qilib, speed of processingni yanada yuqori darajaga olib chiqsa bo'ladi. Qanday qilish kerak? Birinchi o'rinda bu qisqa audio yoki video parchasini tinglaysiz va o'sha jarayonda eshitganingizni aynan yozib borasiz. Va transkript bilan solishtirasiz. Keyin o'sha 1 minut eshitganingizdan keyin transkript bilan solishtirasiz va qayerda mistake'lar bo'lganini prosta o'zingiz uchun bilib olasiz. Shuningdek, keyingi safar bu audioni qotgan paytingiz unaqa mistake'lar qilmaysiz. Shuningdek, dictation mashqlarini ertalab yoki kechqurun umuman farqi yo'q, qilsangiz bo'ladi. Eng asosiysi o'sha mistake'larni, spellinglarni to'g'rilashga e'tiboringizni qarating. Alright, ko'p vaqtingizni olmayman. 3 ta habit haqida ko'rib chiqdik. Ularni olib, o'zingiz rutinangizga qo'shishga harakat qiling, ularga e'tiborli va amal qilishga harakat qiling. Agar siz listeningdan tez o'qishni xohlasangiz, sizga aslida tasodifdan yoki prosta praktik qilib o'rgandan kelmaydi. Sizga albatta sistema kerak bo'ladi. Shuning uchun biz listening va reading akseleratorda dasturni yaratdik. Bu 30 kunlik aniq strukturalangan tayyorgarlik tizimi. Bu dasturda siz har kuni listening practiceslar, reading passage'lar olasiz va reading passage'larni prosta berib qo'ymaysiz sizga, balki undan tashqari sizga artikl beriladi, real exam darajadagi listening va reading qilasiz. Har bir savolning to'liq explanation videosini olasiz, take away notes bilan asosiy g'oyalarni mustahkamlaysiz. Take away notes ichiga shunday grammatik strukturalar, o'zimizning o'sha reflection questionlar, refleksiyalar, har bir o'sha listening, nafaqat listening comprehension yoki reading comprehensioningizni oshirish uchun, balki o'sha umumiy ingliz tilingizni yanada yuqori levelga olib chiqish uchun juda ham mos keladigan dastur va error log orqali xatolarni tracking qilasiz. Bundan tashqari sizda ikkita live strategy session bo'ladi, ikkita listeningga va ikkita readingga отдельно bo'ladi. Bu yerda men Islom bilan birgalikda sizga o'sha eng signature strategiyalarni o'rganamiz. Eng muhimi, siz hammasini real exam formatda qilasiz, real timing bilan ishlaysiz va imtihon kuniga 100% tayyor bo'lasiz. Biz bu dasturni olib, o'sha mock testlarni, paperdagi materiallarni maxsus platformaga qo'ydik va u platforma CDI IELTS bilan birga-bir ishlangan. Shunda bu shunchalik akselerator yoki marafon programma emas, balki bu tayyorgarlik tizimi va sizni disiplin qiladigan programma. Startimiz 23 fevral, joylar cheklangan. Agar siz qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bu video tagida havola orqali o'ting yoki Usm Sales Telegram akkauntiga qo'shilaman deb yozing. Endi 4-habitga o'tamiz. 4-odat keladigan bo'lsak, bu structured note taking deyiladi. Structured note taking nimani tashkil qiladi? Birinchi o'rinda o'sha podkast yoki qanaqadir audio eshitayotgan paytingiz, u yerda to'liq narsani yozish emas, balki eng o'sha kalit so'zlarni, names, key insightlarni yozib borasiz va shu jarayonda siz o'sha IELTS ga skillni rivojlantirasiz. IELTS ga qanaqa skill kerak? IELTS listeningda hammasini eslab olishning iloji yo'q. Shuning uchun mana shunaqa structured note takinglar qilsangiz bo'ladi. Naprimер, multiple choice questionlarda juda ham hamma variantlarni aytishadi aslida. Shuningdek, o'sha notes va shunaqa patternlarni recognize qilish uchun siz structured note taking qilish kerak bo'ladi. Shunda nimalarni yozasiz? Kalit so'zlarni, qanaqadir ismlarni va o'zingiz, naprimер, podkast emas, let's say like mini IELTS da specific section 3 ta practice qilasiz. Va o'sha jarayonda siz qanaqadir javobni sirasi tanlamaydi, balki qanaqadir noteslar olib boring. Speaker mana buni aytdi, buni aytdi, keyin javob tanlashga harakat qilib ko'ring. Menga juda ham buni texnik yordam bergan va siz ham qo'llasangiz, mana juda ham foydali bo'ladi. Juda ham ko'p talabalar bu yerda xato qilishadi. Ular to'liq gapni o'sha yozishga harakat qiladi, lekin bu aslida noto'g'ri. Shuningdek, o'sha kalit so'zlarni, main ideani yozishga harakat qiling va o'shanga qarab javobni tanlashga harakat qiling. Chunki multiple choice questionda o'zimda ham juda ko'p xatolar bo'lardi. Javoblar juda ham tez o'zgargani sababli biz fokusimiz ketib qolishi mumkin va qaysi javob va endi qaysi javobni tanlayman degan savolga at least qanaqadir evidence bo'lishi uchun shu noteslarga qarab qilsangiz bo'ladi. 5-chi, juda ham muhim odat keladigan bo'lsa, bu juda ham ko'p talabalar hozirgi paytda o'sha practice qiladi, like they keep doing practice over and over again, but it shouldn't be that way. Eng asosiysi bu hozir skillingizni rivojlantirish, listening comprehensioningizda o'sha practice sizni skillingizni rivojlantirmaydi, balki qanaqadir 6.5 damsiz, it keeps proving that you're at 6.5.
Shuningdek, o'sha narsani olingda, o'zingizga qanaqa self analysis qiling. Bu practice menga yordam beryaptimi, yordam bermayapti. Endlessly practice qilavermangda, balki skilllarga ishlang. Например, birinchi kun prediction mashqlarini qilsangiz bo'ladi. Prediction mashqlari shunda qanaqa savol beriladi. Особенно part 4, part 1 larda. Savol turiga qarab, siz hozir bu yerda qanaqa so'z borligini o'zingiz uchun taxmin qilasiz. Ikkinchi kun, например, paraphrase tinglash. Qanaqa paraphrasing skilllarni ishlatyapti. Например, savolda multiple choice questionda qanaqa savollar berilgan va ularni transkriptda qanaqa berilayotgani haqida o'rgansangiz bo'ladi. Uchinchi kuni dictation qilsangiz bo'ladi. Dictationda o'sha jarayonda siz spellingni rivojlantirasiz va o'zingizni pattern recognitionlarga o'zingizni expose qilasiz. To'rtinchi kun masalan to'liq test qilsangiz bo'ladi. Lekin to'liq test sizning rutinangizga kirish kerak emas. To'liq test qachon kirish kerak? IELTSga shu 1 hafta qolganda, 2 hafta qolganda, lekin siz long term 3-4 oyda praktika qilmoqchi bo'lsangiz yoki 2-3 oyda qilsangiz ham to'liq testni kuniga har 5 kunda qilsangiz bo'ladi yoki har 4 kunda o'zingizning rutinangizga qarab albatta. 5-kun esa practice testingizni fully analyze qiling. Shunda 5-kunda xatolarni chuqur tahlil qiling. Qayerda nima bo'layotgani, o'sha narsani error log sheet o'tgan videoda o'sha rezingdan 40 tadan 40 ta olish islom juda ham zo'r video qilganda, o'shalarni ko'rsangiz bo'ladi. Error log sheet listening ham qilinadi. Shuningdek, listeningga analiz qilishga harakat qiling va o'zingizni o'sha perspektiv. Например, siz hozir band 7.5, 8 da bo'layotgan bo'lsangiz, siz band 9 ga chiqish uchun atigi 5 ta xato qilasiz. Nima sababdan u xatolarni qilasiz? Multiple choice questionda xato bo'lyaptimi yoki qanaqadir imенно yoki mapda xato qilyapsizmi? Aynan mana shu problema jihatiga ishlashga harakat qiling. Va o'sha jarayonda siz imенно tochkasiga urayotgan bo'lasiz. Aynan o'sha tochkasiga urayotgan bo'lasiz va samaradorlik tayyorlayotgan bo'lasiz. Bu narsa juda ham xursand qiladi insonni, chunki siz o'sha gap feelinglarni over and over qilavermaysizda, balki endi problemangizga ishlasangiz, endi bu problemani yechasiz. 6-chi, eng muhim jihatlariga keladigan bo'lsak, bu diqqat. Diqqatni boshqarish va fokusni mashq qilish. Do'stlar, bilaman, juda ham ko'pchilik hozir o'sha Reels'larga, YouTube Shorts'ga, short form contentga o'tirib qolgan. O'zim ham bu juda ham katta problema deb bilaman hozirgi paytda. Lekin hozirda IELTSga tayyorlanayotgan bo'lsangiz va listeningda problem bo'layotgan bo'lsa, balki bu sizning o'sha diqqat jamlay olmaslik qobiliyatingizdandir. Chunki men esimda bor, SATga tayyorlanayotgan paytlarim, SAT ballim 1200, 1300 chiqayotgan paytlar, ustozim yonimga kelib, "Sen Reels'ni ko'rasan-a?" deyishgan. "Ha, ko'raman, mazza qilib ko'raman" degan paytim, "Sen Reels'ni ko'rma, umuman udalish qil, telefonga kirganimizda Instagram udalish qilganmiz." Chunki Reels'lar bizning o'sha diqqat qobiliyatimizni, attention spanimizni qisqartirib yuboradi. Listening bu 30 daqiqalik fokus sinovi va siz diqqatingizni bitta joyga jamlay olmasangiz, bu juda ham katta problemalarga olib keladi. Siz o'zingizga qanaqadir challenge qo'ying. IELTSdan 7.5 olmagunimcha, 8 olmagunimcha Instagram yoki short form contentga yo'q deng. At least short form content ko'rsangiz, diqqatingizni o'ynatib yuboradigan va monkey brain qiladigan short form content ko'rmang. O'zingizni mentalni intizomlashtiring. Chunki mental intizom hozirgi paytda qanaqadir rare skill bo'lyapti. Hamma sizni o'sha attentioningiz uchun compete qilyapti va siz o'sha attentioningizda qanaqadir commodity narsa. Scrolling is quite easy. Scroll qilish bu juda ham oson va oson qilinadigan narsani qilayotgan bo'lsangiz, bu siz commodity qilayotgan bo'lasiz. Hamma qila oladi u narsani, lekin hamma ham listeningdan 9 olmaydi. Shuning uchun tanlovingiz o'zingizda va band 9 oladigan kandidatlar birinchi o'rinda o'sha diqqatni jamlay oladi va sportchi qanday qilib o'zini tanasini shakllantirsa, ular ham diqqatini shunaqa darajada shakllantiradi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring va bizning marafonlarimizga qo'shilsangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Bu marafon ustida biz juda ham ko'p vaqt davomida ishladik va marafonda ko'rishguncha.